To'xtang. Sushi va rollar bolalar va homiladorlar uchun xavfli ekanini eshitganmisiz? Obbo, yana bitta vahmami? Oldin oxirigacha eshiting. Tushuntirib beraman. Kichkintoylarimizning immun tizimi ma'lum yoshgacha hali yetilmaganligi sababli ovqatdan zaharlanish va parazitar infeksiyalar ko'proq uchraydi. Homiladorlarda ham immunitet bir oz sustlashgan bo'ladi. Undan tashqari ba'zi baliqlar og'ir metall bo'lmish simobni katta miqdorda saqlaydi. Yana bolangiz qaysidir dengiz mahsulotini birinchi marotaba iste'mol qilayotgan bo'lsa, juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki dengiz mahsulotlari top allergenlar ro'yxatiga kiradi. Demak, sushi mumkin emasmi? Mumkin. Shunchaki ba'zi qoidalarga rioya qilish kerak. Birinchidan, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga va homiladorlarga xom baliq saqlovchi sushi va rollarni olmang. Uning o'rniga tovuqli, sabzavotli va pishirilgan baliqli variantlarini tanlang. Ikkinchidan, uzoq yillar yashaydigan baliqlardan voz keching. Masalan, tuna yoki tunets balig'i. U hayoti davomida tanasida juda ko'p simobni to'plashi mumkin. Uchinchidan, bolangiz gepatit A ga qarshi emlangan bo'lsa ma'qul. Kutilmagan talaba, ba'zi baliqlar kanalizatsiya suvlari bilan ifloslangan havzalardan tutiladi va odam axlatidan gepatit virusini dasturxoningizga olib keladi. Fikrimcha, bu 3 dona qoidaga rioya qilish qiyin emas. Ko'rib turganingizdek, shunchaki hayp uchun gapirmadim. Muammoni aytib, uni yechimlarini ham berdim. Menimcha bu podpiskaga arziydi.